Akalar, mana qandilning kattaligini qaranglar. Qani, chiroyli akalar, вообще шикарно. Assalomu alaykum Navoiy. Men sizlarga 3 xonalik xonadonimizni topib qo'ygan akalar. Remontlari вообще dahshatidan akalar. Lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, shundoqqina Tojmahal kafening orqasida va birinchi maktab yonida akalar joylashgan. Akalar, bu 3 xonalik xonadonimiz yaqinda remontdan chiqqan, hali hech kim yashamagan. Sizlar har doimgidek birinchilardan bo'lishlaringizni istab. Xo'p akalar, ko'ryapsizlar, mana bu bizning koridorimiz, bu kirish eshigimiz. Bu yoqda bizda vannay, bu yoqda bizda zal, bunisi ikkinchi xonamiz, bu esa spalni xonamiz akalar. Akalar qaranglar. Qanaqamizda bu orqasida balkoni ham bor. Spalni xonamiz akalar, qani. Gilamchalari, pardachalari, aboylari, kelinglar akalar. Qanaqa kuxnyamiz ham zo'r. Akalar, ko'rib turgan mebellaringiz, gaz plita, gilamlar, pardalar xonadonimizda qoladi. Faqatgina xolodilnik, mana kichkina xolodilnik olib ketiladi. Bu katta xolodilnik ham sizlar uchun mayli bonusiga qoldiramiz akalar. Hojatxonamiz. Anlasam o'zimiz. Akalar, endi xonadonni narxiga keladigan bo'lsak, nech pul deb o'ylaysizlar? 3 xona. Вообще шикарный narxlarda. Akalar, narxini egalari 715 million so'm deyaptilar. Sizlar uchun tortishib, gaplashib 705 ga ko'ndirdim. Qandaysizlar? Kelinglar, ko'ringlar, gaplashinglar. Yana sunnatiga ozgina o'tib beradigan joy bor ekan. Xo'p akalar, xonadonimiz ko'rdilarsiz qanday? Просто шикарный akalar, aytinglar. Вообще zo'r narxlarda, to'g'rimi? Narxini aytdim akalar, lokatsiyasini aytdim akalar. Endi agar kimga mana shu xonadon qiziq bo'lsa akalar, pastda raqamlarni qoldiraman. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqsalar bo'ladi akalar. Ular uchun harakat qilib kelayotgan har doimgidek Navoiy uylar agentligi. Sog' bo'linglar akalar.